inson bolasidan so'ng eng aqlli bo'lgan 5 ta hayvon. To'tiqush. 5 ta deydi yo'q. To'tiqush 5 ta deydi yo'q. Delfinmi? Ikkinchi o'rinda ekan. Delfin. Miya hajmi bo'yicha insondan keyin ikkinchi o'rinda turar ekan. Ular o'ziga xos tili bor ekan. Tilining qanchadir kalimalari bor. Ko'zguga qarab o'zini tanir ekan. Yana eng qizig'i delfinlarning o'zini ismi bo'lar ekan. Ya'ni xushdagi turiga qarab, qaysi xushdan cholsa o'sha delfin chiqar ekan so'l tepasi. Ayiq. Yo'q. 4-chi o'rindagi qush turi dedingizki, u bor. O'zbekistonda bor. Qarg'a. Qarg'a muammolarni yechish bo'yicha 7 yoshli bolaga teng ekan aqli. Ko'p bosqichli topshiriqlarni bajara olar ekan. Insonlar yuzini yillar davomida tanib yurar ekan. Agar xatarli bo'lsa, mana odamlar zo'r yurish qiladi ekan. 3-chi o'rindagi hayvon O'zbekistonda yo'q. Yoki oldinlari olib kelingan O'zbekistonga. Amir Temur bobomiz Hindistonda qo'liga olib kelgan fil quruqlikdagi eng katta miyaga ega bo'lib, kuchli xotira, g'amxo'rlikni va motam tutish hissini bilar ekan. O'zini davolash uchun dorivor o'simliklarni ham qidira olar ekan. 5-o'rindagi eng aqlli jonzot esa 8 oyoq bo'lib, umurtqasiz hayvonlar ichida eng aqllisi hisoblanadi ekan. Miyasi nafaqat boshida, balki har bir oyog'ida miyasi bor ekan. Bu ma'lumotlar National Geographic, BBC Earth hujjatli filmlari hamda Oxford va Cambridge universitetlarini bir necha yillik o'rganishlari ortidan olingan ekan. Maymun. Shimpanzelar. Shimpanze 1-o'rinda ekan. DNKsi insonnikiga 98% o'xshash bo'lar ekan.